Koreyada yashab, sen ham cho'chqa go'shti yeb yuribsanmi deb yozibdi. Bitta kalta Fahim. Uni hozir bu yoqqa olib chiqib, nima qilib hammaga ko'rsatib o'tirmayman. O'sha menga yoqmaydi bunaqa narsalar. Aytgan bilan foydasi ham yo'q. Bizda cho'chqa go'shti yeyilmaydi. Cho'chqa go'shti yemaymiz. Mol go'shti yeymiz. Bunda ovqatni men pishiraman. Qaynonam qaynotamga, o'sha erimga ham aytganman. Men cho'chqa go'shti yemayman ham, pishirmayman ham ovqat deganman. Va umuman qaynonamga bir safar aytganman, bizga mumkin emas cho'chqa go'shti yeyish deb. O'shandan beri qaynonam umuman cho'chqa go'shti pishirtirmaydi, olib kelmaydi. Uyda men ovqat pishiraman Koreyada kelin bo'lganim uchun va faqat o'zbekcha ovqatlar pishiraman. Ora-tura qaynonam koreyscha ovqat pishiradi. Unda ham mol go'shti solib pishiradi. Sababi bu kelinga bo'lgan hurmatmi yoki meni dinimga bo'lgan hurmatmi buni bilmayman, lekin shu sababdan koreyscha ovqat pishirsa ham mol go'shti solib pishiradi. Shunday qilib faqat biz mol go'sht bilan tovuq go'sht sotib olamiz va faqat mol va tovuq go'shti pishiramiz. Agar videolarimni hammasini ko'rib chiqqan bo'lsanglar, hammasi mol go'shtidan pishirilgan. Uyda men kelin bo'lganim uchun men ovqat pishiraman va men pishirgan ovqatlar oilamga juda ham yoqadi.